Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida bitiruvchi yoshlar bilan muloqot bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent davlat agrar universiteti vakillari oliy o'quv yurtidagi mavjud ta'lim yo'nalishlari, ta'lim muassasasining dunyo miqyosidagi erishayotgan yutuqlari borasida ma'lumotlar berib, ularning fikr-mulohazalari bilan qiziqishdi. Agrar soha rivojlangan Mirzacho'l tumanida qishloq xo'jaligida samarali yutuqlarga erishishda bilimli kadrlar zaxirasini shakllantirish muhim hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda yoshlar bilan o'tgan muloqotning bosh mavzusi ayni ushbu masala bo'ldi. Joriy yilda hurmatli prezidentimizning 135-sonli qarorida aks etgan universitetimizdagi 7 ta ta'lim yo'nalishimiz xorijiy tajriba o'rganilgani hisobida 3 yillik etib belgilandi. O'sha amaliyot bilan boyitilgan va nazariy bilimlarni olib 3 yilda diplom olib oliy ma'lumotli kadr bo'ladi. Dual ta'lim tizimini tashkil etganmiz. Dual ta'lim tizimi yoshlarimizga nima beradi? O'sha bir vaqtning o'zida ham o'qib, ham ishlab chiqarish korxonalarida bevosita amaliy ko'nikmalarini boyitish va eng asosiy narsa bu yerda oylik maosh bilan ham ta'minlanishi. Yangiobod tumanida o'tgan muloqot ham maktab bitiruvchilari uchun nihoyatda foydali bo'ldi. Uchrashuv davomida tumanda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishdan tashqari ularni qayta ishlash va eksport qilish, qishloq xo'jaligida xizmat ko'rsatishni tashkil qilish, agroturizm rivoji kabi yo'nalishlarda bilim olishning ahamiyati borasida to'xtalib o'tildi. Maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish orqali kelajakda ularning o'z hududlarida yuqori daromadli ish o'rinlariga ega bo'lishlariga ko'maklashish, chekka qishloq va tumanlar uchun aynan o'sha yer sharoitini yaxshi biladigan mahalliy mutaxassislarni tayyorlashga e'tibor qaratilgan holda tashkil etilayotgan bu kabi tadbirlar joylarda davom etmoqda.